Assalomu alaykum lider texnik obunachilar. Sog'mi, salomatmisizlar? Hammangizga kirgan Ro'za Ramazon bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammangizga rahmat diyecekman podpishka uchun. Like'larni bosib, videolarimiz yaqinlarga beraman. Kommentariya show ko'p berdim. Xudo xolasa va'da qilingandan bir 3 tane televizorni kommentariya show qo'ydim. Bugun aniqlaymiz egalarini. Shu videomizda oxirida aniqlaymiz. Yana shu videomizda ajoyib kommentariya show ko'p beramiz do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi hozir sizlar bilan xolodilnik haqida ozgina ma'lumot berib o'tacakman. Bilasizlar, o'sha xolodilnik sezonlari keldi, gullarimiz qizib boshladi. Xudo xolasa hozir xolodilnikni nechkina tanlash kerak? Lidl magazinda nechki assortimentlar bor? Bir qator ko'rsatib o'taman. Keyin narxlarni ham aytaman. Keyin vobshe zo'r yangiliklarimiz bor. Sizlarga ajoyib bo'lgan takliflarimiz ham bor. Eminli shu kanalimiz uchun. Qaranglar, xolodilniklarimiz hozirgi kunda istalgan razmeringizdan topiladi, istalgan rangingizdan topiladi. Uyingizda dizayneriga qarab, o'zingizning xohishingizga qarab, xohlagan razmingizda xolodilniklarimiz bor. Saming Glovning arzon narxda eng zo'r original narsalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Xolodilniklarimiz bilasizlar, sezonda, misol uchun mart, aprel, may oylari keladi. Issiq vaqtlarimizda o'sha O'zbekiston bo'ylab hamma yerda xolodilnikka talab kuchayadi. Keyin zavodlarimizda misol uchun u narsa talab kuchaygandan keyin avtomatik narxlarni ko'taradilar. Yo bo'lmasa kerakli modellarini hamma dalashib olgandan keyin yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozir yana mertviy sezonda kelib turib xolodilnik olsanglar, zo'r narxda olasalar, zo'r taklif bilan olasalar, o'zingizga kerak xohlagan o'zingizdan razmeringizdan ko'rib tanlab olsanglar bo'ladi. Hamdasa hozirdan takliflarni zo'rni aytaman. Nodiydi biz yana podarka qo'shib beramiz. Podarka nedan gap chiqadi do'stlar? Misol uchun zavodlarga borib, skladlarga borib turib, biz katta ob'yomda shu narsani biz skidkada zo'r narxda olamiz. Shu chiqqan skidkaga sizlarga podarka qo'yib beramiz. Misol uchun agar podarkamiz siz ham o'zini bersak ham bo'ladi, lekin podarka bilan olsanglar undan ham zo'r vigitli variantda tushadi. Nima uchun desanglar, bu narsalarimiz ham hammasini sizlar uchun oldirganmiz. Hozir yana bir qator qo'lingizga kalkulyator olib o'tiringlar, o'zingiz hisob kitob etib ko'rasizlar. Agar ma'qul bo'lsa, keyin kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyin aytasizlar, lider magaziniga kelish kerakmi? Keyin aytasizlar. Qaranglar. Xolodilniklarimiz sezonda 7,5 million so'm, 7 million 800 ming so'm akanchatinni bo'lgan yerini 6 million 800 ming so'mga narx tushirilgan edi. Endilikda shu katta 2 metrlik xolodilniklarimiz, ya'ni bu hozirgi kunda ko'psi no frost, воздушный охлаждение ishida xolodilniklarimiz narxlari 7 million 800, 7,5 dan sotiladi Allohimiz. Eng akanchatin 6 million 800 ga narx tushgan edi. Endilikda shularimizni narxini 6 million so'mdan qilib berib turibmiz. 6 million so'mga katta bu 2 metrlik xolodilnik, eni 60 santimetrlik ishcharamini ko'rsat. Qara, pastda morozinlik 3 polkali bo'ladi. Bu yon tarafida o'zining maxsus kameralari bor, har xil. Zo'r bir yana baklashka adam desalarmi, bir yana addinni go'sht qo'yadiganlar ham bor ekan. Sifatlari vobshe zo'r. Narxlari 6 million so'm. Hem narxini tushiramiz, hem yanında ajoyib taklif. 6 million so'm olsanglar, yonida shu ko'rib turgan hamma narsalar mutlaq tekina qaranglar. Duxovka pechkasi, Samsung plysosi, manti qozoni, chopperi, zeptir nabori, kukmara qozoni, blender, termopoti. Endi bu aksiyamizni hamma kanalga qo'yganmiz. Eminli lider texnik kanali uchun addinni shu xonadonimizda shu podarkalardan tashqari bir dana men odam aytib kelganlar bir dana porutkan ham beraman do'stlar. Endi qaranglar, arzimi aytinglar. Bir dana xolodilnik kattasini 6 million so'm olsanglar, yonida shunchalik podarka ochsanglar, shu videolarimizga like bosib, "Vaqobjon, seni ko'rib keldim, seni izlab keldim" degan bo'lsanglar, ajoyib bunda bir dana porutkan meni nomimdan shunday podarka. Undan tashqari barabonni aylantirasiz, bilasizlar do'stlar, barabonni televizor utsanglar ham bo'ladi. Agar super barabonni tushsanglar, super barabonimizda bu yon tarafida ko'r katta sovg'alarimiz bor. Undan tashqari Damas avtomobilni sizlar uchun qo'yganmiz. Bu Allohga tavakkal qo'yilgan narsa. O'tgan yil ham 4 dana mashina topshirganmiz. 2 oy ichida unda Matiz qo'ygan edik. Endilikda sizlar uchun Damas avtomobilni qo'yib berdik. Xudo xolasa yaxshi niyatda aytib kelib turib barabonni aylantirib, Damas ham o'tib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni tushunishingiz bo'yicha bir dana xolodilnik xarid etasiz. 5 million so'mdan yuqori bo'lgan. Yanında şu hamma xonadon podarkalar mutlaq tekina. Agar shu videolarimizga like bosib, "Vaqobjon, seni ko'rib keldim, izlab keldim" deganlarga meni nomimdan bir dana porutkan olasiz. Keyin barabonni aylantirib, barabondan ham sog'asiz o'tib olsanglar bo'ladi do'stlar. Barabonda Damas avtomobilni sizlarga nasib etsa, Xudo xolasa xursand bo'lamiz. Endi qaranglar, xolodilnikimizni Volno kompaniya desalarmi, Zifler kompaniya, Atlant kompaniyamizki, Sevintage kompaniyaniki, RTL, Pozi, Samsung hamma turidan bor. Goodwill desalarmi, LG'lar hammasini hozir narxlarni aytaman, razmerlarni ko'rsatib tushuntirib beramiz. Ko'pchilik xolodilnikdan olajak vaqtida nima deydi? Ko'pchilik yurtdoshlarimiz aytadi, morozinlik teng-tengini beraver.
üstün diyen marazinlik üstün diyen asam dedi, pesene su akışı mümkün dedi. Yok, hazır indi nerse yok. Evvelki zaman değil nerseler kap gitken, hazır yine köp haladeliklerimiz vazgeçten aklaç yerine işlerinden ki içinde hiç kendi su akmıydı. Nerselerinizin switch'i saklap veredi. Erten musallatçının yaxşılarını alsanız, içinde özüne kameralarına koysanız, 6 ay dinen mahsulatlarınızı buzulmayı zor etip saklap veredi. Hazır günden haladeliklerimiz her xillar var, içine görset buna. Ne? Cavakır. Emin yine set gelen bu içeri bir-birisinden zor. İçini giyinliklerim yaxşı. Haladelik alacak vaxtında sizə əbziyyətən əhəmiyyət bir adan yeriniz, yine şu kağazı olsun. Misal için köpçilik haladelik telleyen vaxtında ne onu görəni bilmeydi da, ya haladelikle karanlar. Haladelik alacak vaxtınızda əbziyyətini içeride yıllık rasotuna karanlar. İtibar veringler. Misal için bu yıllık rasotu bir yılda tok rasotu neçəl rasot etedi. Eğer bu köp boladan bolsa tok tamamlama rasot köp boladı. İbide ki 2A+ kategoriya degeni, ibide üzerine kategoriya koyulgan bulanı. Misal için birleri A kategoriyada işliydi, birleri B kategoriyada işliydi. Bu A kategoriyada, B kategoriyada işliydi alları tok tamamlama rasotu juda köp boladı. İyi pes toklarda işlep veralamaydı. Şunu hesabına ibide tok ekonomistliği göstertilgen, ibide 2A+ variant degeni bu juda zor degeni, ikinci dereceli nerse tok tamamlama kichkina haladenlikler bilen rasotu bir xil degeni, özü katta haladenlik bolsam, yani abiyom litrine göre dan bolsanlar karanglar bir de abiyom litre yazıp koyadı. Yukarı tarafı 245 litre boladı. Pesinin maraziniki 97 litre. Bu haladelikimizde rezmiyeri. Hem de senin bu nersesi yine tok damallama şavkını. Misal için. Ben de yine bu haladelikimiz ki başka türsel. Bu haladelikimiz yine tok raslotları bu A+ variantı işleyken bu 298 kW tok raslot edeken. Bununkinden sel köprak. Ben tarafımız 235 litre, bunu 94 litre. Bunun marazinliken yukarım sel kattarak eken bu haladelikimizi. İşini yaptırıp şu kağızlarını itibar verip durup asanlar boladı. Keyin Artel kompaniyamiz ki bor, narxlari 7 milyon 7,5 satar edik. Endilikda gap buna narxini 6 milyon so'mdan olsanglar bo'ladi. Do'stlar, 6 milyon so'm içinde karanglar, metal coolinglar ham bor bu narsa içinde. Metal coolinglar bor, ishlar ham buniki ajoyib etib zo'r etib ishlangan. Budan pesari marazinlikini. Boyları 1,85 boladı bunu. Eldinde tabloları var. Pozis kompaniyamiz ki bor, narxlari 6,5 milyon so'm, 6 milyon 300 satiladi dedi. Narxini 5 milyon 200 ming so'mga tushirganmiz do'stlar. 5 milyon 200 ming so'mlik xaladelik olsangiz ham yanında şu aytilgan hamma taklifni amal qiladi. 5 milyon so'mdan yuqori bo'lgan istalgan bir xaladelikni xarid etasiz. Şu aytilib turgan hamma takliflar, agar men sovg'alarim bor, men uyimda mendina hamma narsalarim bor desanglar, xohlasanglar 50 dyumlik televizor. 127'lik bo'ladi, mushtan 127 chiqadi. Smart, Android, голосовой hamma narsasi bor ichida. Xohlasanglar gaz plita, xohlasanglar parutki. Ina bu prosta mening nomimdan beddinni bu. Televizor alsanglar ham, gaz plita alsanglar ham, kir mashina alsanglar ham, shu videolarimizga like bosib, bizlara shu nima deydi, vaqabchan seni ko'rib keldim, izlab keldim degan yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi bu parutkimiz. Keyin xaladelikimiz yana bir tarafda yana Samsunglarimiz bor. Samsunglarimiz ham har xil bo'yni. Bir tarafda yana boshqa turi bor. Samsunglarimiz ham narxlari 8,5 milyon so'm, 8 milyon 300 ming so'm sotiladi. Endilikda narxini 7 milyon 800 ham demayman. 7 milyon 400 ming so'm qilib beramiz do'stlar. 7 milyon 400 ming so'm Samsung xaladelik hech yerda yo'q. Ishoning. Barasiz 7 milyon 400 ming so'm olib turib, agar meniki taklif beradigan bo'lsalar, men sizlarga mut beraman shu xaladelikni. 7 milyon 400 ming so'm Samsung xaladelikni olsanglar ham, yanında ya aytganim deydi, duxovka pechkasi, Samsung plissosi, mantiq qozoni, chopperi, Zepter nabori. Zepter naborining ichida ham 6 xil komplekti bor. Kattasidan kukmara qozoni, blenderi, termopoti, undan tashqari o'zimning nomimdan bir dona porutkani ham bersam, barabandan ham sovg'asini beraman. Barabanda agar arzonroq sovg'a tushsam, yaxshi o'zim almashab beraman do'stlar. Agar shuning taklif neda bo'lsa, men mut beraman shu xaladelik. Ishoninglar, buning taklifi hech kim bera olmaydi, hech bir magazin bera olmaydi. Atlant kompaniyamızın boyu yana pastroq qilsa 185lik bo'ladi, eni 60 santimetrlik, lekin bu ham воздушный охлаждение ishidir. Yine ko'rishingiz mumkin. Pasi marazinlik narxlari 6 milyon 800, 6,5 milyon so'mga sotiladi. Endilikda narxini 5 milyon 400 ming so'mdan qilib beramiz. 5 milyon 400 ming so'mdan berib, yanında yana shunchalik sovg'alari bilan, hamma narsasi bilan beriladi. Katta xaladeliklarimiz 11,5 milyon so'm, 12 milyon so'm sotiladigan Vestel kompaniyamiz Chisi Turkiyaning o'zidan keladi. Hech yer bilan savmiysi ishlanmagan. Zborka boshqa emas. Bularimizni narxi o'zi 11,5-12 milyon so'm sotiladi. Sizlar uchun narxini 9 milyon so'm aytib qo'yibmiz. Bu yon tarafda yana undan ham bo'y baland xilisi bor. Narxlari 11 milyon so'm, 10,5 milyon so'm sotiladigan xaladelikimizning narxini sizlar uchun 8,5 milyon so'mga tushirganmiz do'stlar. 8,5 milyon so'm. 8,5 milyon so'm olsanglar ham ya aytilgan hamma narsa qilib beriladi. Bu yon tarafimizda yana Samsungning boshqa tur modellari bor. Seriy rang so'raganlar uchun. Bu yon tarafida Samsung, bu yon tarafida LG ham bor. 400 kişilik xaladeliklarimiz. Asortimentdan muammo yo'q do'stlar. Samsung'imizning bu modellari narxlari
7 milyon 800, 7,5 satar edik. Sizlar uchun indi narxlarni do'stlar 7 milyon 200 ming so'mdan qilib beramiz. 7 milyon 200 ming so'mdan Samsung kompaniyamizning inverter motor xillari. Keyin yana 4 eshikli xonadonlarimiz bor. Narxlari vaqtida 12 milyon so'm, 11,5 milyon so'm sotilgan edi. Endilikda narxini do'stlar sizlar uchun 9 milyon 800 ming so'm qilib beramiz. 9 milyon 800 ming so'm ham yanında aytilgan hamma narsalari bilan. Bu tarafdan LG'lar bor, Chisi Indoneziyanikining. Ajoyib kattalikda. Bu tarafimda Lumax kompaniyamiz bor, вообще zo'r, ajoyib. Endi ko'pchilik aytadi, men bunday katta xonadonga ololmayman, kichikroq xonadonlarga ham bormi, bo'yi 1,5 metrlik xonadonlarmi bormi deganlar uchun ular ham bor. Keyin ko'rsatamiz. Javohir, bu tarafdan tanlab turibdi ekanlar. Assalomu alaykum. Og'a yaxshimisiz? Bu tarafda bo'yi 1,5 metrlik xonadonlarimiz bor. Bularimiz ham ajoyib narxda ko'p ko'rganmiz. Hozirda vaqtida 3,5 milyon so'm, 3 milyon 300 dan sotilgan xonadonlarimizni 2 milyon 700 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. 3 milyon 200 ming so'm sotilgan xonadonlarimizni 2 milyon 600 ming so'm aytib olsanglar bo'ladi. Bu yerda yana Indizil Brüssel kompaniyamiz bor, Chisi Rossiyaniki. Narxlari 4,5 milyon so'm, 4 milyon 200 ming so'm sotiladi dedi. 3,5 milyon so'mdan qilib beramiz. Keyin Brüsselimizni bu tarafimizda yana bir xilisi bor. Narxlarni bularning o'zi 3 milyon 800, 3 milyon 900 sotiladi dedi. 3 milyon so'm qilib beramiz. Bilasizlar, Chisi Rossiyaniki bu Brüssel. Artel kompaniyamizki narxlari 3 milyon so'm, 3 milyon 200 sotiladi. Siz onda do'stlar, hozir elasam narxini 2 milyon 700 ming so'm olsanglar bo'ladi. Bu kichkina xonadonlarga podarka bormi deganlar, bular ham podarka bor. Xohlasanglar bular yanında, xohlasanglar bir dana duxovka pechki, xohlasanglar bir dana plisosini olsanglar bo'ladi. Undan tashqari barabandan ham sovg'asi bo'ladi. Dastavka uстановkalari ham mutlaq tekin bo'ladi do'stlar. Bularimiz ham har xil o'zingizga yoqqan morozenik pesida deysizlarmi, morozenik yuqorida deysizlarmi, bir eshikli deysizlarmi, hamma turidan bor. Endi menimcha hamma narsa xonadonlar haqqida tushunarli bo'ldi deyman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu tarafda hozir kommentarlar showni ham aniqlaymiz. Keyin shu videomizda yana ajoyib bundan kommentarlar show ko'p beramiz. Javohir. Do'stlar, bilasizlar, shu videolarimizda bizani qo'llab-quvvatlab, like'larimizni bosib, shu videomizni 10 dan yaqinga yuborib, kommentarlarni ko'p yozganlaringiz uchun kommentarlar show ko'p berdim. Hozir 3 dana televizorimizni aniqlaymiz, gapini o't. 3 dana televizorimizni aniqlaymiz. Yana sizlarga keyin ajoyib bundan kommentarlar show ko'p beraman. Endi ko'pchilik aytadi, hozir kommentarlar ko'p yozilgan. Qaranglar, o'zimning kanalim birinchi videoga qo'ygan edim. Shu videomizda yana kommentarlar show ko'ramiz. 8,5 ming dana kommentarlar bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammangizga rahmat deyman. Bu yerda yana hammasi faqatgina yaxshi tilaklar, bizlarga shunchalik omad tilabsizlar. Sizlar ham omad tilayman. 3 ta insonga nasib etadi, chiqmasa xafa bo'lish yo'q. Menda har bir videomda kommentarlar show ko'p boraman. Birsida bo'lmasa birsida nasib etadi. Hozir men 8,5 ming dana kommentarlarni qo'lda aniqlaydigan bo'lsam, haqqani bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bir odam ko'p yozib tashlagan bo'ladi, ko'pchilik pastlayotgan bo'ladi. Shuning uchun randomni aniqlaymiz. O'zimda randomni kanal bayna YouTube'ning random comment degan yeri bor. Shu videomizni yani silkasini olamizda. Azina. Shu videomizni silkasini olamizda, shuni unga tashimiz, o'zi avtomatik chiqarib beradi. Yana yuklab boshladi. Xudo xolasa yana 8400 dana kommentarlar bo'lgan, hammasini yuklab bo'ladi. Keyin 3 dana insonni aniqlaymiz. Aytganim deb men qo'limdan kelsa hammangizga berasan bor. Hammangizni yaxshi ko'raman. Bizlar aynan shunchalik ham meni shu ishdan vaqtdan seni ko'rib keldim bolam, seni izlab keldim, uka seni ko'rib keldim dedilar. Xorazmdan gap turibdilar, shunchalik uzoq yildan gap turibdilar. Hammangizga chin dildan qayta rahmatimni aytajakman. Shuning uchun no dedi, YouTube'da hozir bilasizlar, bo'ldi-bo'lmadi gaplar ham bo'lib yotibdi. Hamma aksiya qo'yib yotibdi. Hamma chiqib har xil narsalarni so'zlab yotibdi. Lekin do'stlar, men o'zim shaxsan o'zim hech qachon bo'ldi-bo'lmadi gap so'zlamayman. So'zlagan gapimga 100% javob beraman. Agar men zarar qilsam ham sizni shudan norozilik chiqarmayman. Shuning uchun bu lider magazinimizning bozorning ichidagi filiali bo'ladi. Bemalol bizlarga telefon etib, ko'rib kelsanglar bo'ladi. Bozorning ichidagi filialimizga kelib, shaxsan o'zim yonimga keladigan bo'lsanglar, YouTube'dan ham ziyorat berishga va'da beraman, xudo xolasa. O'zim namomat kellar ham podarkalarimiz bor. Xudo xolasa yana yuklab bo'lyapti. Shuning uchun aktiv bo'lamiz. Videolarimizga har bir videolarimizga like bosib, shu videoni 10 dan yaqinga tashlab qo'yib, kommentarlarni ko'p yozib tashlagan bo'lsanglar, xudo xolasa, zo'r yana kommentarlar shug'ullanib qo'yib beraman. Ben hozir yana 5000, 6000 bo'ldi o'sha. Yana ozgina qoldi. Videoni uzluksiz ishlab turamiz sababi bu haqqani chiqsa, hamma narsa bir realniy bo'lsin degan maqsadda qo'yib turibmiz. Televizorimiz вообще zo'r, smart, Android, голосовой hamma narsasi bor ichida. İçində hamma narsasi, apparatu bosib beraverasizlar. Agar niyat etib o'tirgan bo'lsangiz.
Hozir shu ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa har biringizni xursand etish maqsadida Xudo xolasa yana kommentariylar çok qo'yib beraman. Yana hozir yuklab bo'layotir, qara. Yana hammankini yuklab bo'ldi kommentariyani. Endi birinchi telefonni aniqlaymiz. Kim nasib etsa, Xudo xolasa omad tilab turasizlar. Ketdi. Bismillah. Muborak Allah muvadidi, Allah razı olsun deb yozgan ekansiz. Sizdan ham Allah razı olsun. Tabriklayman shu kommentariyangiz uchun. Xudo xolasa bir dana televizor tutib oldingiz. Tabriklab qo'yasizlar. Ikkinchi televizorimizni egasini aniqlaymiz. Ketdi. Zafarbek Allayarov dedi. Smiley berib tashlagan ekansiz. Rahmat deymiz. Xudo xolasa ikkinchi televizor sizga nasib etdi. Shu profilingizni ko'rsatib kelib ekkisingiz bo'ladi. Endilikda 3-televizor. Marjona Habibullayeva dedi, savdangizni bersin deb yozgan ekansiz. Rahmat tilaklaringiz uchun. Xudo xolasa 3 dana televizorning egasini aniqladik. Shu profillaringizni ko'rsatib, kelib kelsanglar bo'ladi, shartlarni bajargan bo'lsanglar. Endi shu videolarimizda yana kommentarlar çok qo'yib beraman. Do'stlar, qaranglar. Bu safar men ko'pchilikni xursand etajakman. 3 dana emas, zo'rindan 11 dana podarka qo'yib beramiz. Javohir. Yurtdoshlar, shu ko'rib turgan hamma sovg'ani shunday sizlarga kommentariyga shog'i qo'yib beraman. Buning ichida hammasi bir-birisidan zo'r podarkalar. Duxovka pechkasi, lag'mon tapasi, Samsung pilisosi, quyosh pechkasi, tok mikrovka, kukmara qozoni, blender, so'qish markasi, termopod, chopper, chaniki hammasini shunday kommentariyga shog'i qo'yib beramiz. Buning uchun videolarimizga like bosib, videoni 10 dana yaqindan ibarib qo'yib turib, bizlara podpisasiz bosib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Hammangizga omad tilaymiz. Yetirgan vaqtlaringizda rozi bo'linglar. Video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, ming bar uzr so'rayman. Hammangizni Lider magazinida kutib qolamiz.